Sabrina Jasminni haydab yubordimi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Jasmin barcha haqiqatlarni aytdi. Men Sabrinaga yordam berdim. $45,000 pul yig'ildi. Operatsiyalardan tashqari. Operatsiya pullarini esa Ozoda Nursaidova to'lab qo'ydi. Sabrina Korolevskiy hayotda mazza qilib yashayapti. Kasal odamlar bunaqa yashashmaydi. Jasmin yordam berdi deb aytmanglar, sochlaringizni yulib olishadi-ya. Men ko'rgani borganimda Sabrina tursuksiz yotganda. O'girilganda hamma joyi ko'rinib ketdi. Men даже teskari qarab oldim. Prosta men aytdimki, ko'rgani keldim deb. Siz bilan video olishga emas. Odamlar kelib siz bilan video olishmasin desam, mendan xafa bo'lib, kimlar bilan video qilib yotibdi. Ataylab qilyapti albatta. $45,000 pul yig'ildi. Shuni $5,000 pulni xayriyaga men ham qo'shaman. Birga bersanglar $40,000 sizlarga yetadi-ku deb aytdim. Sal qoldi sochimni yulib olishlariga. Mohina, Yulduz, Sabrinaning oyisi. Sal qoldi-ya, ular bu qiz 1 yil ishlamaydi hali deb gapirishdi. Tavba debman. Meni yaxshiligimni Xudo bilsa bo'ldi. PR qilmanglar, atrofida video olmanglar desam, meni yomon ko'rib qolishdi. Menga даже savolimga javob ham berishmayapti. Sizga uy sovg'a qilishdi desam ham, Marat aka bilan gaplashing deb aytsam ham menga ishonishmayapti. Ozoda Nursaidova ustidan videolar qilishgan. Ozoda opa xarajatiga $3,000 pul berib, bolnitsani ham to'lab qo'ydi. Ular qanaqadir peradacha tayyorgarlik ko'rishgan. Men o'zini kartasini berdim. 1 so'm pulni olganim yo'q. Vazifamni bajardim. Xudo bilsa bo'ldi. Luiza Rasulova ham ko'p harakat qildi. Kimlardir sportsmenlar, rossiyaliklar pul tashlaymiz deb aytdi. Men aytsam e'tibor ham berishmadi. Tavba dedim. Pul kerak emas ekan deb qo'ydim. Ularga javob berdim. Qo'yinglar, Sabrinaga pul kerak emas ekan. Boshqa odamlarga, kambag'allarga yordam beringlar deb ularni ham pulini qaytarib yubordim. Hozirgi kunda Sabrina men bilan ishi ham yo'q. Savolimga ham javob ham bermayapti. Bo'ldi, ishing bitguncha bo'ladigan ekan. Ular pullarini yig'ib olishdi, operatsiyalarni qilishdi. Meni endi ularga keragim yo'q, dedi Jasmina Trans. Sizning bu voqealarga fikringiz qanday? Video ostida bir dona like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring.